Başlık, senin çıkdığalığını bilettim. Rastaysan, bugün bek demi xo'p ketdi. Mushtapda Changchang daryosida suv üzgüp kelyapti. Billi barayli. Yomg'ir yoqqiliyapti. Bo'ldi pamayli, ravoqqa berib salqindayli. Ma'qul. İhbarmashik ailesi dunyodagi eng sirli aile. Ular dunyodagi eng sirli kishiga ega. Sizmi İhbarmashik ailesining bir a'zosi-ku. Dialektikning 3 bosqichli hukmi bo'yicha dalillaganda, siz İhbarmashik ailesining sirini bilib olib, orqadan bu sirni bizga deb bersangiz, bizmi İhbarmashik ailesidagilardan boshqa bu sirni bilgan birdan-bir kollektiv bo'lamiz. Jumladan men bu kollektivning bir a'zosi bo'lish sifatim bilan İhbarmashikning sirini bilgan bo'laman emasmi? O'tkashaka? Dani sizlarga tepishma qaytib beryapman-da. Lekin men faqat tushunmadim. Men shundoq aniq aytdim-ku, nima tushunamaysizlar? Hayron qolarli ish bo'ldi-da. Oy, yomg'ir nimada qantiq yog'di-qandu. Toshqancha. Boya meni chaqirdingmi? Bu yerda ikkimiz bor tursak, seni chaqirmay kimni chaqirma? Rost aysan, sen boya meni chaqirding. Buni biladi ekansan-ku. Xato javob berding. Men buyuk İhbarmashik podshohligining o'rda qorovuli. U nima narsa? Sana nomer qo'ydim. Nima nol? Bek to'ran bo'p tag'andu. Bu menga bek ig'ir haqorat bo'ldi. Men bilan elishmoqchiman texi. Bu toshqon emas mushukkan-ku. Vayjon! Canlıqlar dünyasının tabiiy tanlanish qonuniyati va oziqliq zanjirining qonuniyatiga asoslanganda sen bizni yevtalaysan. Biroq to'limi afsuslanarli, biz odatdagi toshqon emas, yurtdagi yov oq toshqonga texmi o'xshamaymiz. Biz intayin kuchli botir toshqonlar. Biz botir toshqonlar bo'lgandan bizni odatdagi toshqonlarga o'xshatib qolsang bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, bizning bu yerda tabiiy qonuniyat tamoman asqatmaydi. Yommadim, bek botir qaydi ekansan. Yağmur to'xtabdi, havomi salqindabdi. Tünügün tergan o't cho'plarni ko'rib kelay. Qontimni yeni qoqay, ko'pchilikda uxlayotdi. Tong otay desimi, betex uxlamabdi-ku. Chiroqni o'chirishni unutib qopti. Ati cho'qim deb qo'ymasam. O bu yerda nima ish qiladigan-du, ha? Men tush ko'rmaydigandiman. Voyjon, og'rib ketdi. Men tush ko'rmaydigandiman. Voyjon, uyda uxlab qolgan-ku, ha? Danish to'xtab turinglar. Danish. Qochamaysan, hadi turishdi. Toshqanchaqlar o'lgan kelishdimi? Amsirayim qilmadi deymanglar. Bu nima? Men tush ko'rayotgan o'xshamamdimi? Yana bir sinab boqay. Voyjon, og'rib ketdi. Nima ish qilib bundaq bo'ladigan-du? Xiyoliy tuyg'u, cho'qim xiyoliy tuyg'u deyman. Havo bek issiq bo'lg'ishqa charchab qolgan o'xshayman. To'g'ri, Danishning nima qilayotganligiga qarab boqaychi. Men boy unimi ko'rdim-ku. Rost xiyoliy tuyg'um ekan. Men berib uyqumni uxlay. ishni men zodi tush ko'rayotgandiman-mu? Xat yozib qo'yaychi. Men tush ko'rayotmayman. Uxlayapman. Hamoqat yo'q, bilarman choshqa nega qochsan qani? Men sizlarni yovitaman. Nega qochsan? To'xta, nega qochsan?
Beycan, neymiş bu? Ben ya tuş görmesem, ya tümseylisi kılmasam bu zaten neymişti ha? Maaşını, ben bunun zaten neymiş geligini çokum iniqlayman. Toxta deyman. Sana bir iş oldu mu yoki bana bir iş oldu mu? Bu zaten neymişti? Beyi qaytib gel. Neymiş yüz berishni qat'iy nazar, beyining bexatarligi kapolat qilaman. Oy. Aval onu bir yerge aldap geleyli. Arkadan onu aldap piyav üstüge başlap çıkaylı. Arkadan. Yaxşı oynapsan. Xo'jayin piya ustida saqlab turdi. Omoqat yo'q, bilarman Coşqan, bu yoqqa chiqish. Tez chiqish. Biz bu yerda. Beyi, bu bir qiltaq basang bo'lmaydi. Omoqat yo'q, bilarman Coşqan. Har qanday hil ishlatishinglardan qat'iy nazar, ma'lum bo'ladi ekanman. Maqsadinglarga yetolmaysizlar. Oy! Bu zaten neymiş bo'lgandu ha? Oy! Beyi! Oy! Beyi! Xatarlik! Qozg'un, sen zaten qanday hiyla nayrang ishlatding, ha? Beyini tutdiman deb qon xiyol qilma. Ahmaq, axir aldangansan, nega qatsankan qani? Ha! Beyi! O o'lgir to'shqan, yana sen kelsan-ku, bu roib to'shqan. O'tgan gapim tugamasda Changjiang daryosiga tushib ketgan eding. To'limi afsus. Yana boshdan so'zlamasam bo'lmaydi. Jonliqlar dunyosining tabiiy tanlanish qonuniyati va oziqlik zanjirining qonuniyatiga asoslanganda sen bizni yevtalaysan. Biroq to'limi afsuslanarligi, biz odatdagi to'shqan emas, yurtingdagi yovi oq to'shqonga texmi o'xshamaymiz. Biz intayin kuchlik, botir to'shqonlar. Bo'ldi, gap qilma, men anglayapman. Boshliq, bu zodi neymiş? Tush ko'ryapmayman, uxlayapman. Tush ko'ryapmayman. Dinozavr polvon, o'rningdan tur. Bu tushim emas-ku. Dinozavr polvon, bugun hajab baxshi turibsizmi? Men kecha hech kirib qoqmadim. Dinozavr bak kapsizgan, bizni qo'rqitman deb turar ekan. Boshliq, oqshom sirtqa chiqqanda nimishqa meni chaqirib olmaysizlar? Nadigini, hammamiz uyimizda uxildik-ku, nada sirtqa chiqqanmiz? Dinozavr polvon, meni nimishqa tishlaysan? Bu tushim emaskan. G'alati tush. Qadimgi Jungoda g'alati tush to'g'risida bir odam yana bir odamning tushiga kiralaydi deb rivoyat tarqalgan. O'tqash bilan bihi o'xshash bir vaqtda o'xshash bir tushni ko'rmagandu. Hey, ajoba menmi ularning tushiga kirgandimanmi? Dinozavr polvon, tushimizni ko'rishaylik.